Bugun operatsiyadan chiqqaniga 5-kun. Xudoga shukr, ancha ahvoli yaxshi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Mashrabov Muhammad Zubayr 3 yoshli yigitimizni jarrohlik amaliyotidan keyingi 5-kuni. Bu jarrohlik amaliyoti o'ziga xos, qiyin amaliyotlardan biri edi. U tug'ilma nuqson bilan tug'ilgandi va ular shu yillar davomida bu jarrohlik amaliyotiga qiynalib pul yig'isha olmagandi va Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya jamoat fondiga murojaat qilishdi. Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya jamoat fondi bu chaqaloqimizga yordam berdi va to'liq amaliyotlarni to'lab berishdi. Klinikamizda bu jarrohlik amaliyotini muvaffaqiyatli o'tkazdik. Bu jarrohlik amaliyoti Ezguniyat klinikasida Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya jamoat fondi tomonidan birinchi marta qilinishi, bunday turdagi jarrohlik amaliyoti. Bu amaliyot juda muvaffaqiyatli kechdi. O'ziga yarasha qiyin turdagi amaliyot edi, lekin yigitimiz hozir mana 5-kun yugurib yuribdi. Onasini qo'lida, ahvollari juda yaxshi, analizlari qoniqarli. Hammasi yaxshi bo'lsa, ertaga uyga javob berishga tayyorlayapmiz. Marhamat, agar sizda ham shunaqangi tug'ma nuqsonlar bo'lsa, hech ham xijolat bo'lmang. Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya jamoat fondiga murojaat qiling. Agar ular kerak deb hisoblashsa, sizlarga yordam berishdan faqatgina mamnun bo'lishadi. Ezgu niyat klinikasida sizlarga bu jarrohlik amaliyotini bajarib berishdan faqatgina mamnun bo'lamiz. Sizlarga yordamimiz tegsa, xursand bo'lamiz. Marhamat, murojaat qilinglar. Assalomu alaykum. Men Mashrabov Muhammad Zubayrning onasiman. Biz Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya jamoat fondiga murojaat qildik. O'g'limning operatsiyasi bo'yicha ular bizga yordam berishdi. Bugun operatsiyadan chiqqaniga 5-kun. Xudoga shukr, ancha ahvoli yaxshi. Inshaalloh uyimizga ham javob berishadi. Fursatdan foydalanib aytaman, barcha shu fondda olib borayotgan barcha ishchilarga minnatdorchilik bildiraman. Agar sizlarda ham shunaqa qiynalayotgan bolalar bo'lsa, shu fondga murojaat qilsanglar, bular albatta sizlarga yordam beradi.